级神奇的怪物数学小分队。 G'alati maqtuqlarning yig'ilishi. Midirlamay tur go'vo. G'alati maqtuqlar stakanini turg'izmoq bekda askan. O, 3 tane g'alati maqtuq stakan, 4 tane g'alati maqtuq stakan. G'alati maqtuq stakanlarım yo'q bo'ldi. Kechirgin Makis, chiqroq ekran meni bak qo'rqitibdi. Hozir demaysan go'vo, kelar qitim raqamliq maqtuqni ko'rganda andin lekin. Men hayron qilishni yaxshi ko'raman. Chiqroq ekran. O, Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maqtuq yordamga muhtoj bo'lib yetibdi. Qayerda g'alati maqtuq yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maqtuq matematika paydo bo'ldi. Bu 8 oyoq g'alati maqluq ekan. Uning Halran Gulbergichi yig'ilishi bo'lsa, Moslaviyadagi eng qattiq yig'ilish hisoblanadi. Yaxshimisiz 8 oyoq g'alati maqluq? Yaxshimsizlar g'alati maqluq matematika atratidagilar. Men sizlarning yordamingizga muhtoj. Men Halran Gulbergichi yig'ilishini o'rinlashtirayotganda bir oz avarchilikqa yo'liqdim. Siz qanday qiyinchilikqa yo'liqdingiz? Ho, Lili, bu bek peshimni qattirdi. Men 5 tal yumshoq paxta kampit zakaz qilgan. Buni Halran Gulbergichi bilan moslashtirmoqchidim. Yumshoq paxta kampit? Oh, bek yeyishlik. To'g'ri dedinglar. Ular bek yeyishlik. Men 5 ni zakaz qilgan edim. Biroq rostdan o'shunchalik akalganligini jazmlashtiramadim. Siz paxta kampitlarni topshirib olganmi? Ha, shundoq. Men sanab baxtim. Biroq har qatim sanagandagi natija faqat o'xshash chiqmayotdi. Endish qilmang 8 oyoq g'alati maqluq. G'alati maqluq matematika atratidagilar asli yo'lga chiqadi. Oh, rahmat sizlarga. G'alati maqluq matematika atratidagilar. Tezroq kelinglar. Mening tunji xaridarim kelayli deb qoldi. Biz 8 oyoq g'alati maqluqning zoti qancha yumshoq paxta kampit topshirib olganini aniqlab taqayli. Biz chuqur g'alati maqluq matematika o'qimida payini hal qila olamiz. Chunki g'alati maqluq matematika o'qimi har qanday masalani hal qila oladi. Albatta, chunki g'alati maqluq matematika o'qimi hamma yerda mavjud. Sizning g'alati maqluq matematika atratiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamizlar, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askartni so'ziga muhtoj. O bizning vazifani o'rganishimizga yordam berdi. O, raqamlik maqluq keldi. Bugungi g'alati maqluq matematika askartni so'zi bo'lsa, rad tizish. G'alati maqluq matematika o'qimi har qanday masalani hal qila oladi. Kelar qatim raqamlik maqluqni ko'rganingizda biz bilan birlikda g'alati maqluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tangladinglar. Rad tizish. Hozir demaysan go'vo, kelar qatim raqamliq maqluqni ko'rganda andin lekin. Ma'qul Lili, deganing to'g'ri. Mayli g'alati maqluq matematika atrati biz birlikda yumshoq paxta kampitni soni qilib boraylik. Yaxshimisiz 8 oyoq g'alati maqluq? Do'stlarimning hammasi meni 8 oyoq deb chaqirishdi. Kelganinglardan intayin xushal bo'ldim. G'alati maqluq matematika atratidagilar. Bular bo'lsa mening yumshoq paxta kampit. Shundoq deganinglar to'g'ri. Ishki dotlar. Men 5 tal paxta kampitning sonini Halran Gulbergichi yig'ilishi qarta zakaz qilgan edim. Biroq men har qatim sanagan natija doim o'xshash emas. Faqat o'xshash chiqmayotdi. G'alati ish 8 oyoq. Qaytada sanab beqing. Bo'ladi, Leyli, bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 9 yo'q 8 Hey, 9 sening emas. 10 To'g'ri, bu sening emas. 11 12 13 To'xtab turing 8 oyoq. Meningcha siz buni sanab bo'lgan-ku deyman, ha? Ha, shundaqmi? Amsi men sanashdan to'xtay. Jami 13 tal. 13 raqami xili cho'ngsan, qarmoqqa bu yerda 13 tal yumshoq paxta kampit bada qilamdi. Menimcha unchalik yo'q. Oh, Lili, beshim baq etib ketdi. Har qatim sanasam soni o'xshash chiqmaydi. Bu qatim sanag'anim 13 chiqdi. Oldin qatim sansam 8 chiqqan. Uning oldinqisi 11. Ha, bu bir masala. Men nimani xato qildim? Sizlar raqamli g'alati maqluqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maqluq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Rad tizish. Ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Undaqda biz birlikda deymiz. 1 2 3 Rad tizish. Qaranglar, muvaffaqiyat qozondik. G'alati maqluq matematika ko'rsash ekrani keldi. Kichik maqluqlar yumaloq shaklda turdi. Biz ularni sanab boqaylik. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bo'ldi, to'xtanglar. 10 g'alati maxluqi bor. Bu mumkin emas. Sanash usulingiz xato bo'lib qoldi. Chambar shaklda turganlarning sonini sanamoq behtas. Qayerdan boshlash, qayerda to'xtashni bilgili bo'lmaydi. Agar siz ularni bir rat qilib tursangiz, bu chog'da qayerda sanashni, qayerda to'xtashni bilalaysiz. 1, 2, 3, 4, 5. Endi to'g'ri bo'ldi. 5 g'alati maxluqlar bor. Xayr xo'sh dedi. Qaltis bo'ldi. Hozir biz radki tizishning ma'nosini bilib oldik. Radki tizish bo'lsa matematik bilim bo'lgan ekan. Biz g'alati matematik o'qimidan foydalanaylik. Oy! Bo'ladi matematika atratidagilar. Biz bu yumshoq paxta kampitlarni bir rad qilib tizaylik. Men bildim. Biz paxta kampitlarni bir rad qilib tizsak, biz qayerdan boshlab sanashni, qayerda sanashdan to'xtashni bilalaymiz. To'g'ri. Mushunda qilsak, biz yumshoq paxta kampitlarni qayta sanab qolmaymiz. Undaqda siz bu paxta kampitlarni bir rad qilib tizib chiqing. 8 oyoq bo'ldi. Endi siz bularni qayta sanab beqing. Biz hamimizni birlikda sanab baqaylik. Biz bu yerdan boshlab sanaylik. Mana bu yerda sanashdan to'xtaymiz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tal yumshoq paxta kampit. Bu dal men zakaz qilgan sondagi paxta kampit. Rahmat sizlarga g'alati maxluq matematika atratidagilar. Sizga yordam qilalig'imizdan xushhalmiz. To'g'ri, istakanlarni unutib qoptiman. Istakanlar bo'lmasa halrancha yig'ilishini qandoq o'tkazgili bo'lsin? Qancha tal ketadigandu? Men o'ylab baqay. 5 tal yumshoq paxta kampitga to'g'ri, 6 tal istakan ketadi. Sizda 5 tal yumshoq paxta kampit bor. Shunga 6 tal istakan ketamda. To'g'ri? Bo'ladi. Qarab baqay bo'la yetamdi, ha? Men bak o'tganman, yumnoq tizsam bo'lmaydi. Ta'limga g'alati maxluq matematika atratidagilar bo'lib qopti ekan. Men oldi bilan bularni radga tizib bo'lib, andi sanay. Men qarab baqay. 1, 2, 3. Menimcha siz uni sanab bo'lgandingiz-ku deyman. Undaq emas-ku. Hozir 2 radga tizdik. Men qayerdan boshlab sanab, qayerda to'xtashni bilamadim. Biz bu yumshoq paxta kampitni bir rad qilib tizgan vaqtda bu yerdan boshlab bu yerda oxirlashtirib sanagandik. Biroq hozir istakanlarni 2 rad qilib tizdik. Undaqda qayerdan boshlab sansak bo'ladi? Sizlar raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Radki tizish. Ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? 1, 2, 3. Radki tizish. Qaranglar, g'alati maxluq matematika ko'rsachi ekrani keldi. Sizlar qancha stakan meva sharbatini ko'rdinglar? U bu stakanlarni liq to'ldirdi. 1, 2, 3. Yana bir qancha stakanlarni oldi. Bularni nima to'ldirmoqchi? U qarmoq xushaldek ko'rindi. Hozir u 4-chi, 5-chi, 6-chi stakanlarni liq to'ldirib bo'ldi. Ikkinchi rad tizgan narsaning sonini sanoqchi bo'lsanglar, har qitimda birini sanashga diqqat qilinglar. Birinchi raddan birinchisidan boshlab eng oxirgi sanaymiz. 1, 2, 3. Ondan ikkinchi radni sanaymiz. Bu qiziqarli. 4, 5, 6. 6 stakan yetishqoq meva shirinisi. Rahmat sana matematik ko'rsachi ekrani. Biz hozir ko'p radga tizgan vaqtda oldi bilan birinchi radni sanashimiz, ondan ikkinchi radning 5idan boshlab sanashimiz kerakligini bilib oldik. Chatoq bo'ldi, yana keldi. Istakanni olma, uning choy qo'yamiz. Markez, Kova, ehtiyot qilinglar, istakanlarni chiqib qo'ymanglar. Biroq Bo'ldi, bu istakanlarni sanab baqaylik. Birinchi raddan boshlab sanaymiz. 1, 2, 3. Birinchi radni sanab bo'lgandan keyin oxirini qanday qilish esinglarda bormi? Deganingiz to'g'ri. Ikkinchi raddan 5idan boshlab sanaymiz. 4, 5, 6. 6 tal istakan mening bu halran Gulbarga choy yig'ilishimga dal yetgudek. Men xush bo'ldim. Sizlar menga tamoq ustini ratlashib bergach, halran Gulbarga chayim bilan yumshoq paxta kampitga eg'iz tegib ketinglar bo'lamdi? Albatta, bo'ladi. 1, 2, 3, 4,
5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To'g'ri, 6. Siz av yerga 2 stakanni qo'ying. Rahmat sizga, Markus. Bir tal yumshoq paxta kempitga 2 tal stakan qo'yamda. Yo'q. Ayja. Bu tilori 3 putli g'alati maxluqning o'rni. U ani keldi. Bir tal yumshoq paxta kempit bilan 2 stakan. U mushunda qilishni yaxshi ko'rdi. Asli siz Tilori 3 putli g'alati maxluqni taklif qilib ekansiz-da. Yaxshi qildinglar g'alati maxluq matematika atirdikilar. Biz 8 oyoq g'alati maxluqiga Alran Gulbargichi o'ltirishidagi nozlimatlarni tizib berdik. Bir ratga tizish matematikaning bilimini o'rgangandan keyin g'alaba qila oldik. Şuna albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish ortayli. Hamsi 3 sanayman. 1, 2, 3. Biz matematika bilimini g'alaba qilishni oldik.